Engineered Films mahsuloti. Rejissyorlar Matthew John Pearson va Salvatore Samperi. Soyadagi dushman. Ariza, xo'jayinga javob bermaysanmi? Kechadan buyon bir necha marta qo'ng'iroq qildi. Necha marta takrorlashim kerak. Meni Sirius deb chaqir. Bu yerda meni Sirius deb bilishadi. Tugmangni yechib ol. Sen tufayli meni tanib qolishadi. Kalitlar. Endi ket. Salom yigitcha. Salom. Qalaysan? Hey. Bazmga tayyormisan? Albatta. April, I need you to shut up, all right? Hey, shut up! Get your ass in the bathroom! Hey, wake up! Come on, get your stuff, and you're gonna have to get out of here, all right? What have you done, Surrey?
Jennerson. Levi. Bu men. Solli? Ha. Jenurgor Levi. Shula. Ha, buning uchun kechir. Og'ayni ishonaver, seni ko'rganimdan xursandman. Men esa bunday deya olmayman. Yaxshi yashayapsanmi? Bilasanmi nima? Quyosh va suvni yetarlicha tomosha qilib bo'ldim. Ha, gapimga ishonaver, endi esa ketishga tayyorman. Men ketyapman. Aynan shu sababdan bu yerga kelding. Bironta dalil topilmadi. Guvohlar ham yo'q. Ishonchli odam ham. Qo'ysangchi, buni juda yaxshi bilasan. Ish tezda hal bo'lmaydi. Borib, bironta dalilni topolmaysanmi? Birontasini so'roqqa tutasanmi? Qoidalarga amal qilishimiz kerak, Levi. To'g'risini aytganda bu yerdan ketishing uchun bu ajoyib imkoniyat. Ya'ni shu yerda jinoyatni fosh etmaslik uchun Kanada tog' politsiyasidan bu yerga keldingmi? Levi, qo'ysangchi. Kalavani uchun topamiz. Bu yerdaligimni hech kim bilmasligi kerakligidan xabardorsan. Yolg'iz qoldiraman, gaplashib olinglar. Levi, men ham ko'rganimdan xursandman. Yaxshimisan? Marisa, senga nima kerak? Sali yoningga ketayotganini aytdi. Men ham seni ko'rmoqchi bo'ldim. Ha, yolg'iz shu yerda yashash ajoyib. Shunga menda hammasi yaxshi. Shunaqaga o'xshaydi. Menga yordam berasan deb umid qilgandim. Ha, Marisa, o'tgan safar yordam berganimda shu yerga kelib qoldim. Ish bo'yicha edi. Hozirgi vaziyat boshqacha. Baribir bo'lmaydi. Gap Suzi haqida. U g'oyib bo'lgan. Qizaloq Suzimi? Xayrli tong. Jennerson. Janob Kiani. Sizni ko'rmay qolibman. O'zingizni yaxshi his qilyapsizmi? Ancha yaxshiman. Ha, juda soz, juda yaxshi. Xo'sh, bular mengami? Muammo hal qilinishi shart. Nega endi? Shunchaki hazillashdimmi? Hazillashdim. Ha, barchasi hal bo'lgan. Juda soz. Bunday pullar evaziga xotirjamlikni kafolatlashing kerak. Hal bo'lgan deb aytdimmi? Demak, hal bo'lgan. Bundan xavotirlanmasangiz ham bo'ladi. Haligi hammasi joyida. Ha, joyida. Barmog'im. Yanglishsang, senga nima bo'lishini xayolingga ham keltira olmaysan. Asilmedia.net eng so'nggi tarjima filmlar makoni. Men uni otasi uyida indamay o'tiraveradi deb o'ylayapsanmi? Sen tomoshabin bo'lmayapsan. O'zingni ehtiyot qilyapsan. Shu tariqa oilangni ham himoya qilyapsan. Xo'sh, Ava yaxshi yuribdimi? Hozir uxlayapti. Xohlasang uni chaqiraman.
Yo, mayli uxlayversin. Ertaga maktabga boradi-ku, to'g'rimi? Ha, tayyorgarlik ko'rishim kerak. Xo'sh, o'zingda nima gap? Xo'sh, maktabdagi dugonang bugun ko'rgani keldi. Eng yaqin do'stingmi? Unga nima kerak ekan? Singlisi Syuzi yodingdami? Ha, Aha. U yo'qolib qolganga o'xshaydi. yo'q. Endi nima qilasan? Men nima qilaman? Hech nima. Quloq sol azizam. O'zimni muammolarim yetarli. Xavfdan ancha uzoqdamiz, Levi. Odatiy ishing bilan shug'ullan. Seni sevishimni bilasan-ku. Ha, Avani men uchun o'pib qo'y. bo'pti, xayr. Men ham sevaman. Marisa Hardi. Kiring. Levi, Salom. kelganing uchun rahmat. Men choy, qahva... Yo, kerak emas. Rahmat. Bunga qara. Ha, Ha? Ancha band bo'libsan. marhamat. O'tir. Xo'p. Singlingga nima bo'ldi? Biron muammoga yo'liqdimi? Syuzi o'zi shunaqa. Qanaqa? Ancha qaysar bola bo'lgan deyish mumkin. Maktabni tamomlay olmadi. Universitetda o'qimadi. Uni ba'zi dugonalari nobob edi. Unga doim maslahat berishga urindim. To'g'ri yo'lga solishga harakat qildim. Gapimga quloq soladi deb o'ylaysam. Axir u seni singling. Senga quloq tutishi lozim. To'g'ri, muammoyam shunda. Anchadan buyon undan birorta xabari yo'q. Shunga xavotirdaman. Menga qara Marisa, seni yaxshi tushunaman, ammo oshirib yuborma. Oilaviy muammolarni hal qilaman deb meni payqab qolishlariga yo'l qo'ya olmayman. Levi, oradan 1 yil o'tdi. Ha, vaziyat o'nglangani yo'q, to'g'rimi? Atigi bitta holatni tekshirishni so'rayapman. Bitta holatni. Buni o'zim bajarardim, ammo so'zini jahli chiqadi deb qo'rqyapman. Bitta holatni tekshirsam bo'ldimi? Ha, uni topsang bo'lgani. Faqat sengagina ishona olaman. Bo'pti. Qara, ma'lumotlarni ber, nima qilishni o'ylab ko'raman. Juda so'z. Rahmat. Xo'sh, bu ma'lumotlar yangi, to'g'rimi? Ha, shunday. Bo'pti. Ko'rib chiqaman. Juda so'z. Levi. Bu foydali bo'ladi. Ikkimizga ham. Xo'p. Salom azizim. Salom. Ishlaring yaxshimi? Ahvollaring yaxshimi? Bo'lib Emeli. U bizni qadrdon do'stimiz. Syuzini topishga yordam beryapti. Ha, uni shaxsiy ishquvori bo'laman. Kechqisi yo'q ayni. Seni kuzatuvga olmayman. Tanishganimdan xursandman. Men ham. Bo'pti, aloqada bo'lib turamiz. Xo'p. Xayr. Xo'p. U nega bu yerda? Senga aytdim-ku. Xo'sh, shu oyda 1 yil to'ldi. Unutib qo'yibman-ku. Men esa unutmadim. Azizim, rostdan ham meni ajablantirding.
Syuzi Hardi. Kelishib oldik. 50 ga 50. Bilmadim, April. Nima ham deya olardim? Ma'muriyatga turib. Mukamlik qiladi. Bir nechta ishim bor, xo'pmi? Menga qara, xavotirlanma. Pulni 2 hissa berishim mumkin edi. Shunisidan ham xursand bo'laver. Lekin Xo'pmi? men ketishim kerak. Din bular jonimga tegib ketdi. Voy jinursin-a. Buyurtma berishmagandi shekilli. La'nata, ko'p gap sotmasdan o'zingni tartibga keltir. Nega endi? Ha? Jinursin seni. Ha, sen haqsan, bo'pti. Ijara pulini o'zing Pulimni to'laysan. qaytar dedim, Bo'ldi. Din. Pulimni ber. O'zingni tartibga keltirib ol. Salom, chempion. Ishlar yaxshimi? Chakkimas, men bilmoqchi edim. April hozir shu yerdami? Ha. Ha, u hozir ichkarida. Nima edi? Juda soz, ajoyib. U bilan uchrashgani keldim, ha? Chunki bu yerga gap sotish uchun kelishmaydi. Nima? Nima? Og'ayna, kiraver. Kamida $1000 berasan. Yo'q, men haliga imkon bo'lsa shunchaki gaplashmoqchi edim. Muammo yo'q. Gaplashish, quchoqlashib yig'lashingiz ham mumkin. Menga baribir. Kamida sen $1000 berasan. Xo'p, mayli. Dugonang Syuzi haqida so'ramoqchiman xolos. Shundan keyin ketaman. Nima? Men tushunmadim. Nimalar deyapsan, og'ayna? Seni dugonang Syuzi. Uni oxirgi marta qachon ko'rganingni? O kim bo'ldi? Jinursin. Uni tanimayman. Mana. April, quloq sol. Menga muammolar kerak emas. Men Syuzi haqida so'ragani keldim. Keyin men ketaman. Seni yo'q. Xudoyim-a. Kechir, og'ayna. Syuzini dugonalari yaramas ekan. Politsiyaga qo'ng'iroq qil. Men ketdim. Nima? Iltimos, yonimga kelib nimalar bo'lganini aytib ber. Janob Tanaka, oilangiz xavfsiz joydami?
Voy bo, aynan seni kutayotgandim, og'ayni. Bu yoqqa kelchi. Qor boboni menga sovg'asi bormi deyman, ha? Voy bo. Xo'sh, 25. Yo'q. 32 mi? Mana menda bor. Urinib ko'rdim xolos. Axir hindistonlikman. Savdolashishni yoqtiramiz. Bo'l og'ayni, o'tir. O'tir. Brother. Hey girls, show some magic to my brother. So, Sen ishing o'zi turli odamlar bilan tanishishmi? Og'ayni, bu meni shahrim. Bu yerda hammani taniyman. Juda yaxshi. Barzang yigitlarni yollay olasanmi? Nima? Axir harbiy tashkilotdansan. Nega menga murojaat qilyapsan, ha? Ular professional bo'lish kerak. Og'ayni, sifat doim yuqori darajada bo'ladi. and U haqda ham ma'lumot kerak. Levi mayli. Barglar bir xil bo'lishi kerak. Og'ayni, Ko'ryapsanmi? qoidasiga amal qilsang bo'ldi. Pastga tushirsang bo'lgani. Qara o'sha. Ha, aynan o'sha. Aniqmi? Aynan shunday. Og'ayni, sog'misan? Jinursin nima bo'ldi o'zi? Yo'ldan qo'rqsan chiqib qolding. Bilasizmi nima yigitlar? Menda hammasi yaxshi. Rostini? O'g'ay. Yukxonani och. Ichkariga joyla. Chiq, yukxonaga deyapman. Qurol ishlatma. Zanjir olaman. Yana zanjirmi, og'ayni? Zanjir olaman. Zanjirni? Mayli. Senga nima kerak? Tinchlan, bu bizning Nima? ishimiz. Sizning ishingizmi? Qurol ishlatma deganding-ku. Levi, Marisa, boshim uchun mukofot belgilashibdi. Ko'chada bemalol yura olmayman. Xo'pmi? yo'q, shoshmay tur. Yo'q, shahardan ketishim shart. Uchrashib, gaplashib olamiz. Xo'pmi? Shoshilib qaror qabul qilma. Bo'pti. Bandargohda uchrashamiz. 1 soatda yetib boraman. Levi. Marisa, meni kechir. Maylimi? Ketishim kerak. Yo'q. Gaplashib olsak bo'ladimi? Iltimos qilaman. O'ylang, Adi va Ava yaxshimi? Aniq bilmayman. Ular uddalashyapti.
Ava bu yili bog'chaga borish kerak edi. Buni o'rniga uyda o'qiyapti. Na do'stlari, na bayramlari, shunchaki u yolg'iz qolgan. Levi, ro'y berganlardan afsusdaman. Xudoyim, bunday ishni rad qilgan vaqtlaringni eslayman. Sen doimo faqat boshqacharoq... Tanakani oilasiga ziyon yetmasligi kerak edi. Xo'pmi? Men ham aybdorman. Ular meni mijozim edi. Senga ish taklif qilishdan avval ularning o'tmishini yaxshilab tekshirish kerak edi. Endi nima qilasan, Levi? Bilmayman. Yashirinaman. Keyin esa Sallidan xabarni kutaman. Yashirinaman? Ha? Yashirinib yuraverasanmi? Axir Bu haqdagi fikrimni bilishni xohlaysanmi? Menimcha yana barchasini o'z qo'lingga olishing kerak. Sen o'rningga bajarishlarini kutib, qo'l qovushtirib o'tirma. hozir zamon o'zgargan. Men g'amxo'rlik qiladigan boshqa odamlar ham bor. Oilang politsiyaning himoyasi ostida. Hammasini tushunyapman. Bu niyatingni qoralamayman. Senga biron kor hol bo'lsa, ular yolg'iz qolishidan qo'rqyapsan. Qayiqda yashirinib o'tiraversang, oqibatlari qanday bo'ladi? Ozidan boshlab ko'r. Men uchun Syuzini top. Uni uyga qaytar. Uddalay olasan. Qayiqda yashirinib o'tiraversang, oqibatlari qanday bo'ladi? Eng so'nggi tarjima filmlar faqatgina aslmedia.net saytida. Bu jin sizga qanday yordamim kerak? Salom, ertagalikka buyurtma bermoqchi edim. Tushlikdan keyin. Hayır, afsuski tushlikdan keyin bo'lmaydi. Hozir bir qarab ko'raychi. Hayır, April boshga o'xshaydi. U ketib borgan mallasoch ayol. 20 yoshda. 2 soatga kamida $1000. 2 soat yetadi. Gapimga ishonaver. Soat 3da. Meriton Suite North Right mehmonxonasida. Ha. Tushunishimcha to'lov naqd pulda va ertaga. Ha, naqd pulda. Ismingizni yozib olsam maylimi? Ha, Rocco. Juda soz Rocco. Ish qilib bu asosiy raqamingizmi? Ha. Juda soz. Xo'sh Rocco, April sizni ertaga soat 3da kutadi. Ha, keyin xonani raqamini oldindan jo'natib yuboring. Albatta shunday qilaman. Aprilni ertaga soat 3da kutaman. Yaxshilab tushunib ol. Sen bugun jo'natgan o'sha ovsarlarga pul bermayman. Ovsarlar, ular eng kuchlilari edi. Yo'q. Yo'q.
U bugun o'yindan chiqishi kerak edi. Nega o'zingni odamlaringga aytmading? Bu yerda savollarni men beraman, yaramasa biliq. Bo'pti, xo'jayin. Endi menga ayt. Levi haqida ma'lumot topdingmi? Atigi bir kun o'tdi. Menga ko'proq vaqt kerak, ko'proq. Vaqt kerak. Hozir hamma ishni tashlab, menga ma'lumotni topasan. Biron nima topmaguncha uxlashni xayolingga keltirma, xo'pmi? Men uxlamayman, og'ayni. Ha. Odamni ko'rmaguncha yakuniy javobni bera olmayman. Ha, albatta. Unda borishimga to'g'ri keladi. Bo'pti. 2 kunmi? Juda soz. Ha, bo'ladi. Xo'p, rahmat, ko'rishguncha. Xo'p. Yana bir bor salom, April. Senga aytadigan gapim yo'q. April, menga muammo kerak emas. Shunchaki gaplashib olmoqchiman. Meni tushunishing kerak. O'tirib, tinchgina gaplashamiz. Ichimlik ichasanmi, ha? Keyin pulingni ham tayyorlab qo'yganman. Oddiy suhbat uchun. Mana. Xo'p, oldin vannaga kirib chiqsam qarshi emasmisan? Ha, albatta, bu tomonda. Muammo chiqdi. Xo'sh, kimga xabar jo'natding? Nima? Hech kimga? Bo'pti, vaqtimiz oz. Menga qara, April. Agar Suzy muammoga yo'liqqan bo'lsa, unga yordam beraman. Tushun. Tushunmayapman. Nega Suzy haqida so'rayapsan? Sen kimsan o'zi? Suzyni opasini yaxshi taniyman. U menga murojaat qildi. Singlisidan xavotirlanyapti. U qayerda bo'lishi mumkinligini bilsang, kimni yonida yurgan, nimalar qilganini, qayerda yashaganini, iltimos, hozir buni aytishning ayni vaqti. Suzy o'lgan. Nima? Mijoz bilan uchrashgandan keyin vaziyat keskinlashdi. Uni o'ldirishdi. Nega politsiyaga bormading? Jiddiy aytyapsanmi? Dim meni o'ldirardi. Jasadi qayerda? Izlarni yo'qotishgan. Men buni bilmayman. Janoblar, marhamat. Bayram endi boshlandi. To'g'rimi, April? Jinursin o'zini kim deb o'ylayapti? April, tashqariga. Nimalar deyapsan? Nima qilyapsan? Afsuski, haqiqiy bazm boshlangan bir paytda April ketishga majbur bo'ldi. Yordam ber. Oy, Jinursin.
Bu yoqqa kel. Nimalar qilyapsan? Anavi boshimni yoray dedi-ku. Yaramasa bilaq. Bar ko'zimdan yo'qol. Senga nima bo'ldi? Janob Tanaka, oilangiz xavfsiz joydami? Kisama! Oilalarni taqtiyatini oldir. Yetib keldik. Ruslar bilan gaplashdim. Arman, Livanliklar, Xitoyliklar, Kongoliklar va nihoyat yaponlar bilan. Bilasanmi nima? Yapon to'dasi kuchini tiklayapti. Levi uchun shartnoma olishgan. U haqiqatda yomon ish qilgan ekan. Aynan nima qilgan? Buni qayoqdan bilay? Aytmoqchimanki, shoshma, buni biladigan odamni taniyman. Mana raqami. Xulosal, sen uchun haqiqatda ko'p ishladim. Yordam bermoqchi edim, lekin boshqa hech nima. Voy, bu nima? Yaxshi ishlaganing uchun. Ha? Biroz dam olishing kerak. Nima? Mehmonlar yetib kelishdi. Tez orada keladi deb ayt. Yaponlar bilan nima qilmoqchisan? Bu biznes. Bundan xavotirlanma. Biznesmi? Xo'jayindan nimalarni yashiryapsan o'zi? Sen xavotirlanma. Unga xabar berib bo'lganman. Ha mayli. O'zim boraman. Xush kelibsiz.
Omadim chopdi. Yakutsaga kerak bo'lgan odam ro'paramdan chiqdi. Aynan shunga bugun to'plandik. Mehmondo'stliging uchun rahmat. Yaxshi hamkorlarga aylanishimiz mumkin. Sizga kerakli narsani beraman. Evazga Yakutsa mendan molni sotib oladi. Unga ishona olmaymiz. Ha. Hey! Yakutsa senga o'xshagan odam bilan ishlaydi deb o'ylaysanmi? Xoin askar bilan. Qisqasi, bizga kerakli narsani berasan. Hamkorliksiz, faqat Levini. Aks holda masalani rahbariyating bilan hal qilamiz. Ma'zur tutasiz. Sermas'ul suhbatimizni bo'lishga majburman. What have you done? What have you done? Bir sutka ichida 250 ming. Aks holda hammaga aytamiz. Suratlar ham bor. Ketishimiz kerak, janob Kiani. Vaziyat keskinlashmasdan ma'lumotni taqdim eting. Kutinglar. Qayerda va qachonligini aytaman. Yaxshisi shoshilganingiz ma'qul. Sizni foydangiz va singlingizni foydasi uchun. Albatta, u meni yonimda. Bizni bolaligimizni eslatadi. Maqsadim faqat bitta. Seni o'sha jahannamdan qutqarib, shu yerga olib kelish. Ko'rishguncha. Yopilganmiz. Bo'l, och. Yopilgan dedim-ku. Voy, jin ursin. Hoy, bo'ldi, uyingga qayt. Oldindan yozilish kerak. Ushbu film aslmedia.net sayti tomonidan
HD formatga o'zgartirildi. Bu qanday joy bo'ldi? Dadam meni va Marisani shu yerga olib kelardi. Menga aql o'rgatishni boshlashidan ancha oldin. Reja qanday? Bugun hammasi tashkil etilgan. April, pulni berib bo'lishdi, agar ketsa-chi? Yana pul so'radim. U qo'rqyapti, lekin ko'proq pul beradi. U ablahligini bilaman, lekin yetarlicha pul to'lab bo'ldi. Nima qilmoqchisan? Qo'ysangchi, hamma pullarim dinda. Ishlab topganlarim dinni qo'lida. Yo, o'sha Sirius faqat menga to'laydi. Bu menga yoqmayapti. Xorijga uchib ketsak bo'lmaydimi? Keyin nima qilamiz? U yerda ishlay olamizmi o'zi? Ha? Suzi, qo'limdan hech nima kelmaydi. Xorijda ishlashga hojat qolmaydi. Yo'q, katta daromad topish payti keldi. Buni nazarda tutmagandim. Birga ofitsiant bo'lishimiz mumkin. Ha, shu tariqa qutulib qolamizmi? Menga qara. Ryukzak doim yoningda bo'lsin. Meni kutib tur. Ertaga meni o'sha yerdan olib ketasan. Birgalikda bu yerlarni tark etamiz. Gapimga ishon. Biz bunga munosibmiz. Bo'ldi, ketish kerak. Dim? Dim? Alexa, pardani ko'tar. Oldindan ogohlantirardim, lekin bugun ish bo'yicha keldi. Kechir, sen Susan Hardimisan? Siz kimsiz? Meni eslolmayapsanmi? Levi. Yo'q, Maktabda opam meni do'stim edi. ma'zur tutasiz. 1 daqiqa vaqtingni olaman. Hammasi joyida. Muammo chiqmaydi. Xo'pmi? 5 yo 6 yoshda bo'lganingda seni ko'rgan edim. Yozda biz ko'pincha haligi Quloq sol, seni eslolmayapman. Senga nima kerak? menga qara, ma'lum vaqtga g'oyib bo'lding. Marisa xavotir oldi. Seni topishimni so'radi u. Meni qanday topding? Hech nimani olmayman, shunchaki Nima qilmoqchisan? senga bir narsa ko'rsatmoqchi edim. Hech nimani olmayman. Nega narsalarimni titkilayapsan? Hozir men faqat bo'ldi. O'tgan safar Aprilda shuni qoldirgan edim. Meni kechir. Demak, kelishishga tayyorsan. Albatta. Suratlar qayerda? Dinni telefonida, lekin ularni bermaydi. Senga kerakman. Parolni bilasanmi? Bu yerdan daf bo'l. Kelishib olmoqchiman. Sen bilan.
Purchlama. Hammasiga sen aybdorsan. Quloq sol. Restorandan men bilan birga ketishing kerak. Marisani oldiga borishimiz shart. U yog'iga xohlaganingizni qilaveringlar. Xo'pmi? Rostami? Ha? Buni qanday uddalaysan? Xo'sh, men ishontirishni bilaman. Men esa baqira olaman. Hamma eshitadi. Qo'ysangchi, bunday qila ko'rma. Qolaversa yonimda chinqirg'ingdan ham yaxshiroq narsa bor. Ishon. Men yana pul so'radim. U qo'rqyapti, lekin pulni beradi. Jin ursin. U ablahligini bilaman, ammo Menimcha bu tovlamachilik, to'g'rimi? Qamoqqa tiqishlari aniq. sen bunga aralashma. Bu haqda birontasiga aytishga majbur emasman. Ammo seni opangning yoniga qaytarishim shart. Iltimos, menga yordam ber. Oldin Aprilni ko'raman. Meni shartim shunday. Keyin esa Marisani yoniga boramiz. Mutlaqo yo'q. Shu yerga kelishni o'zi ham ancha qiyin bo'ldi. Gavay. Qizim uni yaxshi ko'radi. Olsam qarshi emasmisan? Ishtaham bo'g'ildi. Sendan pizza qarzman. Quloq sol, isming Levimidi? Hammasi sen o'ylagandan ko'ra ancha murakkab ko'rinishdi. Xo'pmi? Aprilni ko'rishim shart. Iltimos. Iltimos seni. Alo. Marisa. Men uni topdim. Syuzini topdingmi? U yaxshimi? Gaplashsam bo'ladimi? Hozir kayfiyati yaxshi emas, biroq hamkorlik qilyapti. Bir necha soatdan keyin uchrashamiz. Ha, albatta, albatta. Juda ham xursandman. Levi, rahmat. Uni topganing uchun katta rahmat. Xayr. April, bu menman. April ichkarida ekanini bilaman. Balki hozir banddir. Nimaga? Bugun dam olish kuni. Bo'ldi, harakat qildik-ku. Endi qaytamiz. Vaziyat o'zgargani aniq. Oldin Aprilni ko'rishim kerak. Ammo eshikni ochmayapti. Ketdik. Levi, uni ko'rmasdan hech qayoqqa ketmayman. Bo'pti, juda soz. Senga 5 daqiqa vaqt beraman, keyin Marisani oldiga, xo'pmi? Xo'p. April. 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 Yo'q, to'xta. April. April. İltimos. April. April. Yok. April. 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 Ketish kerak. Hoziroq ketish kerak. April. Bo'la qol.
Endi nima qilamiz? Nima demoqchi bo'lyapsan? Politsiyaga borasan, hammasini aytib berasan, tamom. Bunday qila olmayman. Hech nimani aytmayman deb va'da berganding-ku. Vaziyat o'zgarib ketdi. Tushunyapsanmi? Marisaga buni ayta ko'rma. Hech nimani. Va'da bera olmayman. Hammasi juda ham jiddiy. Tushunyapsanmi? Jiddiy. Buni o'zim uddalayman. Opamni yoniga olib borsam bo'lgani. Tartib qoidani bilasan. Unga ishon. Levi, sizlarni qutqaramiz. Xo'p, tushundim. Ketishimiz kerak. Qizim, dadang hammasini o'nglaydi. Tez orada ko'rishamiz. Syuzi. Ey xudoyim, Syuzi. Sog'omonmisan? Qayerda yuribsan? Shu atrofda. Syuzi, nima bo'ldi? Muammoga yo'liqdingmi? Yo'q, hammasi joyida. Unda qayerda eding? Suzi, opangga biron nima demaysanmi? Nimani aytyapti? Sizlarga xalaqit bermayman. Levi. Topishingga ishongandim. Ha. Nima qilib qo'yding? Yana nasihatni boshladingizmi? Shu yerdami? Bo'ldimi? Syuzi, qo'ysenchi. Qo'yvaring. Bo'l, menga ayt. Salom. Hammasi joydaligidan xursandman. Juda ham xavotirlanayotgandim. Detektiv Sally. Xo'sh, endi nima qilamiz? Menga yanaga kerak emas. Bunday qilishga urinmayapman. Seni nazorat qilishni xohlamayman. Yordam bermoqchiman. Seni yaxshi ko'raman. Doim senga yordam berib kelganman. Senga erkinlik kerak bo'lsa, demak erkin bo'lasan, lekin o'zingni qo'lga olishing kerak. Tushundingmi? Men xato qildim. Bo'ldi, ketaman. Syuzi, yo'q. Qo'yvoring, seni yana yo'qotishni xohlamayman. Syuzi, opangning gapiga quloq. Menga tegma, yaramas. Syuzi. Bo'ldi. Men ketishim kerak. Hech qayoqqa ketmaysan. Shoshma. Ey xudoyim. Serios nima qilyapsan? Aqldan ozganga o'xshaysan. Menga dori berding-a? Tahdid qilding. Buni men o'ylab topmadim. Qasam ichaman. Ha? Ya'ni men pul to'layman, sen yashayverasanmi? Iltimos, nimalar bo'layotganini tushunmayapman. Iltimos qilaman. To'pponchani singlim tomonga yo'naltirma, iltimos. O'tinaman. Yo'q. Nima qilyapsan? Detektiv Sally. Yo'q. 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 Marisa. 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 Yo'q, 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 yo'q. Hammasi joyida, hammasi joyida, hammasi joyida. Bo'ldi, bo'ldi. Meni eshityapsizmi? Hammasi yaxshi. Bo'ldi, bo'ldi. Marisa. Yo'q. Yo'q. Yo'q, 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 yo'q. Yo'q, Marisa. Marisa.
Marisa Hardi. Levi Manny, tansoqchi va izquvar. Tanak oilasini himoya qilish uchun yollangan. 13 oy avval ularni o'ldirishgan. Sen himoya qilishing kerak bo'lganlarning o'limi uchun yana javob beryapsan. Gaplaringga tupurganman. Tushundingmi? Hozir politsiyaga boraman. Xulosa og'ayni. Hech kim bilmasligi kerak. Jim yurishing uchun 100 ming naqd puldi. Nima? Hech qachon, ablah. Amayli. Unda Suzi o'ladi. Quloq sol. O'zingni holatingni yomonlashtirma, tushundingmi? Suzini qo'yib yubor. Suzi kerak bo'lsa, ovozingni chiqarma. Bo'lmasa, u o'ladi. Keyin esa seni oilang. Yaramasa billah. Marisaga zarar yetkazmoqchi emasdim. Bundan juda afsusdaman. U yaxshi ayol edi. Singlisi esa unga o'xshamagan. Mening ham singlim bor. Bir necha oydan keyin bu yerga keladi. Qamoqda bo'lsam, uni bu yerga olib kela olmasdim. La'nat va nima demoqchisan? Suzi qayerda? Bu bilan ishing bo'lmasin. Qisqasi quloq sol. Bugun menga Suzini topshirasan, xo'pmi? Rostdanmi? Fikringga qo'shilmayman. Yo'q, berasan. Jinni o'ldirib, uydagi yashirin kameralarni unutibsan. Menda videolar bor. Jinni jasadini uy bo'ylab sudrab yurgansan. Hammasi tugadi, ablah. Uni yuklasam 1 soatdan keyin tarqalib ketadi, ishonaver. 1 soat. Bo'pti. Senga Suzi kerakmi? Bo'pti. 2 soatdan keyin manzilni aytaman. Qimirlama. O'chir ovozingni.
Tashla. Qo'lini yech. Qayerda qolib ketding? Qo'llar boshga. Tezroq. asilmedia.net taqdim etadi. Qani yur. Nima qilayotganingni tushunmayapsan. O'zingdan xavotirlan. Sen boradigan joyda zaiflarni o'ldirish mumkin emas. Xo'sh, nima qilmoqchisan? Bizni aytgan joyimga olib borasan. Yo'q. Ot olmaydi deb o'ylaysanmi? Ko'ramiz. Marhamat. Avvallari bunday ishni rad qilarding, to'g'rimi? O'zingni ehtiyot qilib, oilangni ham himoya qilyapsan. Qayerda yashirinib yuraversang nima bo'ladi? O'zbilarmonlik qilishingdan oldin senda yorliq bor edi. Qoidalarni bilasan. Qizim, dadang hammasini o'nglaydi. Tez orada ko'rishamiz. Ko'rganimdan xursandman, Levi. Va nihoyat qarshimizdasan. Afsuski, Sirus bu yerda emas. Uni iste'foga chiqarishga qaror qilishdi. Bundan shikoyat qilmayman. Yodingda bo'lsa, oxirgi uchrashuvimiz qayg'uli vaziyatda bo'lgandi. Begunoh oilani o'ldirilishini shunchaki qayg'uli deb bo'lmaydi. Yetakchimizni o'ldirilishini aytdim. Ayabun. Uning uchun qasos olamiz. Bu fikringga qo'shila olmayman. Seni mijozing janob Tanaka butun oilasini qurbon qildi. Yakuzaga hurmatsizlik qilgani uchun, xuddi senga o'xshab. Rahbariyatimizning fikricha, sendan to'liq qasos olish uchun tezda o'lim topish kamlik qiladi. Senga rahmat deyishim kerak. Uni o'rnini egallayman. Albatta seni va oilangni yo'q qilgach. Xo'sh, nima bo'ladi? Unvoning oshadi, meni va oilamni o'ldirishadi. Hammaga birdek yo'qolmaysan. Nima? Miltiqqa puling yo'qmi? Miltiqlar bu oxirgi chora. Tomoshabob usul. Bu dori esa tonggacha yashab qolib, oilang qayerdaligini aytish imkonini beradi. Bu ayol bizga kerak emas. Qancha vaqtdan keyin ta'sir qiladi? 3 daqiqadan keyin. Soka, tezda. Vaqtimiz yetarli. Ketdik.
Jin ursin, buni yomon ko'raman. Qaysi yaramas o't ochdi? Ketdik. Bu yaramasni qo'lga oling. La'natlar! Hammangizga tupurganim bor. Yangi tartibni tikla, faqat shovqin solmay, aks holda o'lasan. Xo'p, xo'jayin, o'zim uddalayman. Iltimos o'ldirma. Hey, chiqish yo'llarini yoping. Xo'p bo'ladi. Keyin qizni olib uni yo'q qilinglar. Olg'a. Xo'p, xo'jayin. Rahmat Leyli. Seni yana ko'raman deb o'ylamagandim. Bu yoqqa kel. Rahmat. Bu yerdan ketaylik.
La'nati. Naqadar go'zal. Ishlatishni bilasanmi? U qadarmas. Xursandmasman. Rahmat, bo'ldi, ketdik. Yo'q. Qoyil. U senga kerakmas. Orqaga!
Bo'ldi, tinchlan. Nima bo'ldi? Nega otishdan to'xtashdi? Qani bo'l. Nima qilamiz? Xo'sh, quloq sol. Quloq sol dedim. Aytganimdan keyin aytishim bilan yugur. Ana bu tor ko'chaga, xo'pmi? Politsiyani topmaguncha yuguraver. Tushuntira oldimmi? Axir bu juda uzoq. Jiddiy aytyapsanmi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Quloq sol, uddalaysan. Shunda Marisani o'limi bejiz bo'lmaydi. Xo'pmi? Xo'p. Mayli. Xo'sh. Bo'pti. Bo'l. Bo'l. Xo'p. Yugur. Xudoyim. To'pponcha kerak emas. Shundoq ham tinchitamiz. Yaramaslar. Noshitlar. Isnodga qo'yding meni.
Meni o'ldir. O'ldir meni. Bu qanday dori edi? Bu yoqqa kes, chiqonchi. O'zbek tilidagi tarjima filmlarini tomosha qilmoqchimisiz? Unda asilmedia.net saytiga tashrif buyuring.
Meni kechir. Levi. Levi. Hey, kechir. Levi, biz uddaladik. Hammasi ortda qoldi. Suzi, politsiyani chaqirishing kerak edi-ku. Seni tashlab keta olmadim. Buni yaxshi bilasan-ku. Rahmat. Bu yerdan olib ketaman, xo'pmi? Bo'ldi. Hammasi joyida. To'rt haftadan so'ng Salom. Salom. Ko'rinishing boshqacha. Ha, men eski tanishlarim bilan uchrashishim kerak. Qiyofamni o'zgartirmayman deb o'yladim. Shunga sen yaxshimisan? Yaxshiman. Har holda o'sha Ha, o'zingchi. xo'sh, bilasanmi, men bu yerda yashirinish jonimga tegdi. Senga rahmat aytmoqchi edim. Ikkinchi imkoniyat uchun ham. Sen tufayli tirikman. Arzimaydi. Xo'p, mayli. Endi nima qilasan? Bilmadim. Muammodan uzoqda bo'laman. O'qiyman. Shuni Marisa shuni xohlardi. Ha, sen juda kuchli ayolsan. Yodingdami, ha? Meni qutqarding. Shunga nima bo'lganda ham Marisa faxrlanadi. Ha. Umid qilaman. Ammo hozir nima qilyapsan? Hozirni o'zida qo'sh. Hech nima. Muyulishdagi qahvaxonada mazali pitsa qilishadi. Kelganida qizimga pitsani va'da qilganman. Shunga sen xohlaysanmi? Ha. Bo'pti. Juda yaxshi bo'lardi. Ushlayman. Hop. Salom. Oh. I'm fighting with some kind of unseen enemy. Dealing with something that isn't killing me. The beast inside of me always keep telling me the face in your face is a perfect melody. Acting like an animal, you're being irrational. Wearing guilt upon your face every day. You don't know how to pray. Broken heart, broken body, like a fallen angel on the ground. Life is like an ocean, only suffocates
reaching